Assalomu alaykum azizlarimiz, yaqinlarimiz. Bugun mana bahor kirib keldi Amerikaga va biz bugun mana shu yerga Bruklindagi joylashgan muzeyga keldik. Bu muzey ochilganiga 200 yildan oshiq bo'lgan deb aytishyapti. Lekin mana shu muzeyni 200 yilligiga bag'ishlangan bu yerda bugun bir chiroyli ko'rgazmaga keldik. Ko'rgazma tilla ko'rgazma. Ya'ni tilladan iborat bo'lgan ko'rgazma. Va men bu yerga dugonalarim bilan keldim. Albatta sizlarga hozir kirganimizda mana shu muzeydagi ko'rgazmadagi qo'yilgan eksponatlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda 500 dan ortiq har xil eksponatlar qo'yilgan. Voy, bahor gullar uchayapti bu yerda. Lekin tilla haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Menimcha hozir birgalikda muzeyga kiramiz va shu muzeyga kirib tomosha qilish davomida sizlarga tilla haqida, muzeydagi bor narsalar haqida gapirib beraman. Birgalikda ketdik muzey ko'rishga. Hozir muzeyga qarab ketyapmiz. Muzeyni kiraverishi mana shunaqa shishalardan ekan. Hozir o'tib olaylik, keyin ko'rsataman. Hozir ichkariga ham kirib oldik. Bir vaqtlar men bu muzey haqida video qilganman, lekin bugun kelganimizda qarang, mana yog'ochdan qo'yilgan. Lekin bugun kelganimizda men shu boyga aytgandek, shu muzeyda bugun tilladan bo'lgan eksponatlar ko'rgazmasi va birgalikda kiramiz, tomosha qilamiz va tilla haqida, ko'rgazma haqida, eksponatlar haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Hozir mana muzeyga kiramiz. Muzeyga kirishdan oldin men ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman tilla haqida, sababi muzeyda qattiq gapirish mumkin emas. Hozir tillalar haqida aytadigan bo'lsak, tillaning kelib chiqishi asosan Yigitga to'g'ri kelar ekan. Va u yerda tillalar asosan tilla bo'lib, ya'ni tangalar shaklida chiqqan. Mana shu muzeyda bugungi kunda 150 mingdan ortiq eksponatning ichida faqat 500 tagina tilla eksponatlar olingan. Tilla, mana shu tilla metalli juda ham qimmat hisoblanadi. Bu Mendeleyev jadvalida 79-o'rinda turar ekan. Tillaning qimmatligini agar hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda tillani bilasizlar, qancha rangi bor ekan? Sariq tilla, limon tilla, oq tilla, qora tilla, qizil tilla, pushti, hattoki zangori tilla bor ekan. Lekin bularning ichida eng qimmati oq tilla hisoblanar ekan. Sababi oq tillaning qolishi juda ham qiyin ekan. Tillani qimmatligiga bilasizlarmi nima sabab? U juda ham uzoq vaqtlarda zanglamasdan, o'z holini yo'qotmagan holda saqlanar ekan. Hozir ichkariga kiramiz va tilla haqidagi ma'lumotlarni yana sizlarga aytib boraman. Birgalikda ketdik muzeyga. Mana hozir ikkinchi qavatga ko'tarildik. Shu yerdan hozir ko'rgazma tarafga qarab yuramiz. Bruklin muzeyi. Bu muzeyda turli tuman shu davrga, turli tuman vakillarini o'sha yashash davriga to'g'ri keladigan eksponatlar qo'yilgan. Katta mana shu suratlar, kitoblar, mana shunaqa qaranglar. Mana shu eksponatlar, hamma eksponatlar bor. Bu teridan qilingan ekan. Toza teri, charmdan qilingan. Mana bular ham teriga chizilgan. Bu Bruklin muzeyining kattaligini boya aytgandek, bo'limlari juda ham ko'p, bir kun yetmaydi ko'rib chiqish uchun. Boyaga aytgandek, turli millat vakillarini shu o'zini san'at asarlari qo'yilgan bo'limlardan iborat bo'lgan muzey juda ham katta. Bu bitta zal, biz hozir keyingi zalga o'tamiz. Hozir mana shu yerga tushdik va shu zalga kirdik. Mana birinchi kirishimizdan mana shunaqa qarang, kiyimlar kiyilgan, hattoki oyoq kiyimlar ham. Bular toza sof tilladan qilingan va bu mana hozir mana shu yerdagi agar o'qisak, mana shu muzeyning ochilishiga 200 yilligiga nima bilan nishonlashni bilmasdan mana shu bo'limni ochishgan ekan, ya'ni tilla bo'limini. Va bu tilla bo'limini ochishda asosan Bank of America bilan Christian Dior shu o'zini hissasini qo'shgan, ularning moyilligida ochilgan. Mana shuni qaranglar, buni
o'ylaysiz bir charmdan tikilganmikin deb o'ylashingiz mumkin, lekin mana shu yerda hozir e'tibor bersak, hattoki oyoq kiyimlari ham bular tilla iplarni bir jipslashtirib mato qilib turib tikilgan kiyim. Men hozir biroz yaqinlashtiraman, yana ham yaxshiroq ko'rish. Mana yaqinlashtirdim. Xuddi bir matoga o'xshaydi. Bilasizlarmi, mana shu tilladan to'qilgan iplardan qilingan o'zini vaqtidagi eng mohir tikuvchilar bo'lgan Christian Dior. Hozir men yana aytib o'taman, chunki bu yerda juda ham bir qiziq bir taqinchoqlarga keldik. Bular soatlar ekan va biz hozir ichkariga ham kiramiz. Mana qarang, mana soat. Hammasi tilla va brilliantlardan qilingan. Mana shu yerda o'qish mumkin, lekin juda ham mayda ekan, o'qisak bo'ladi. Mana shu soatlar. Soatlar faqat bir donadan bitta nusxada chiqarilgan soatlar, boshqa bunaqa soatlar chiqmaydi. Chiqmagan ham. Sold gold yozib qo'yibdi. Mana shu hozir zalga kiramiz birgalikda sizlar bilan va kiraverishimizda albatta good morning. Mana qarang, oy, qanday go'zallik, qanday qilib tasvirlab berishga ham til ojiz. Mana shu oldin tepalarni ko'rsataman. Va buni bilasizlarmi, mana shu qorong'i joyga qo'yilgan. Sabab qorong'ida bilmadim, yaxshi ko'rinsa kerak. Hozir mana yaqinlashamiz, qarang. Mana bu yerda turli o'sha o'zini davriga vaqtiga moslab qilingan kiyimlar. Bular o'ylamanglar, bular hammasi sof oltindan qilingan kiyimlar va taqinchoqlar. Mana hozir bu yerga ham kelamiz. Mana bu taqinchoq. Ekranda katta qilib shu Kleopatrani filmini ko'rgan bo'lsangiz qo'yib borilyapti, chunki Kleopatra o'zini davrida juda ham tillani yaxshi ko'rgan ayollardan biri bo'lgan va uning butun kiyimlari, taqinchoqlari mana shu sof tillidan bo'lgan. Boyga aytgandek, tillanib kelib chiqishi ham Yegiptga borib taqaladi. Ko'rgazmani asosan Metliko Yukobashiko degan inson tashkil qilgan va u juda ko'p vaqt davomida mana shu aynan mana shu tilladan bo'lgan kiyimlar, san'at asarlarini yig'ish bilan mana shu ko'rgazmaga o'z hissasini katta qo'shgan insonlardan biri hisoblanar ekan. Va bu yerda boyga aytganda Christian Dior, Pierre Cardin, mohir tikuvchilarning nima ekan, qo'lida matolardan bir go'zallik yaratuvchi insonlar mana shu yerda o'z hissalarini qo'shishgan. Mana shu qarang, kiyimni qarang. Hozir mana oyog'idan boshlaymiz. Bular hammasi sof oltindan qilingan kiyimlar. Juda ham go'zal, qarang. Nima desek, til ojiz gapirishga, hatto mana kelamiz. Kelinglar, mana shu oyoq kiyimni ham ko'ramiz. Mana bu ham sof oltindan, mana turli davrlarga mos, ya'ni turli o'zini vaqtlariga mos kiyimlar. Aktrisaning ko'p insonlar tanish kerak. Elizabeth Taylor, ya'ni Kleopatra rolini o'ynagan va uning ham taqinchoqlari tilladan bo'lgan. Mana shu Kleopatra taqqan taqinchoqlarni qaringiz, mana. Mana shu ziraklar. Boyga aytgandek Yigipt deb aytdim. Mana shu Yigiptni asosan tillani kelib chiqishi deb aytganimizdek, mana qarang, buni e'tibor bersak oddiy mato deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bu yerda mana shu tepadagi barcha to'qimalarda tilla iplar qo'llanilgan deb aytishdi. Bu yerda hattoki Hind sarilarini ham hozir ko'ramiz balkim. Va dunyoda eng ko'p foydalanadigan xalq bu Hind xalqi ekan tilladan. Manbalarga qarasak, sababi mana hozir men taqinchoqlarni ko'rsatyapman. Mana shu ko'pincha filmlarda ko'rsangiz, greklarning boshida mana shu lavr listlariga o'xshagan boshida taqishadi, chunki bu soflik, tozalik ma'nosini bildiradigan, ya'ni mustaqillik, erkinlik ma'nosida. Mana shu lavr barglari ham boshga taqiladigan, biz abaduk deymizmi, tilladan qilingan. Va mana shu tilla taqinchoqlar qarang. Bu albatta mana shu barcha
bu davrga mos joylardan o'z davrida yig'ib olib kelib qilingan ko'rgazma hisoblanadi. Mana bu esa menimcha hindlarga mansub bo'lsa kerak. Hozir o'qib ko'ramiz. Bu bilak uzuklar mana hozirgi davrda ham xuddi shu usulda mana shu usulda bilak uzuklar bor, lekin bular sof oltin. Mana hozir mana shu kiyimlarga yana bir e'tibor beramiz. Qaranglar, bu kiyim zanjirga o'xshaydi. Keling, men ozgina yaqinlashtiraman. Mana ko'rishingiz uchun mana shu o'zini davriga mos kiyimlar, bular hammasi sof oltindan qilingan. Hattoki qo'lqoplari ham oltindan deb aytishdi. Mana bu hozirgi davrda kurtka deymiz. Kojani kurtka va shu qarang, zamoklari, yubkalari hammasi oltindan. Men juda ham ko'p gapiraman deb o'ylayman, lekin o'zim ham hayratda qolaman. Shuncha bir oltinni mana shu sifatida ishlatilishini, ko'ylak sifatida, sirg'a sifatida. Keling, pastga tushamiz va mana shu oyoq kiyimlarga ham bir e'tibor beramiz. Biz ko'pincha oltinlarni taqinchoq sifatida ko'rganmiz, lekin bunaqa kiyimlar, bunaqa narsalarni ko'rmaganmiz. Mana qarang, yana uzoqdan ko'rsataman. Ajoyib deb aytish mumkin. Shuncha oltin bu bilmadim. Va bu mana shu insonga mansub deb aytishdi. Shu inson ham xuddi shunaqa oltinlarni yaxshi ko'rgan ekan. U kurash maydoniga tushganda, undan keyin ko'pincha kurash maydonida uning zanjirlari yoki bir taqinchoqlari qolib ketgan deb aytishyapti. Birlashtiraman, mana bu Sargon Boso degan inson. Internetga kirib ko'rishingiz mumkin. Mana hozir yana shu stend orqasida sizlarga mana hozir yana ko'rsatib boramiz. Ajoyib taqinchoq ekan. Mana bu ziraklarni qarang kattaligini. Bu kolye, mana bu bo'yinga taqiladigan, shu o'zini davrida. Mana bu esa qo'lga taqiladigan, shu bilaklarga taqiladigan sof oltindan bo'lgan. Va biz hozir mana bu yerga ham yaqinlashamiz. Mana qarang, shu o'zini davriga mos, hattoki chiroyli qilingan ekan qushlar bilan. Bular esa sirg'alar, ko'zlari shu brilliant toshlardan deb aytishdi. Bu esa mana shu bilak uzuk, bosh kiyimlari. Bunday qilib ko'rsataman sizlarga. Mana bosh kiyimlar shu paytda o'zini davrida Kleopatra ham, shu Egipt ayollari boshlarida ko'pincha arab ayollarida ham bo'lgan. Mana bu sarkardalar boshlarida kiyilgan do'bulg'a deb aytilardi menimcha. Va mana shu bosh kiyimlar, bular ham sof oltindan. Men ozroq sekinroq gapiraman, chunki aytishdi, qattiq gapirish mumkin emas. Bu mana shu o'zini davrida shu o'zini podshohlarini farovon paytida mana shu shunaqa bir nima desak, qoliplarga solishgan, lekin albatta tilladan bo'lgan va oldilarida tillalar bilan ko'milgan deb aytishadi. Chunki arxeologlarimiz ko'p qazilmalarni qazishganda mana shu narsalarni topishgan. Ya'ni ularni mana nimalari ochilganda yonlarida tilla ko'zachalar, tilla buyumlar, tilla taqinchoqlar ko'p topilgan deb aytishyapti. Shunda ko'rsataman, Christian Dior, John Galliano boya aytgandek matolardan ertaklarni yaratuvchi insonlar. Matolar oddiy matolar emas. Albatta qarang, oltin matolar. Buni ham mana keyin ko'rsataman, John Galliano va mana shunaqa kristal oltinlardan qilingan kiyim. Zalga o'tamiz. Bu zalda o'tganimizda birinchi bizni diqqatimizni tortayotgan mana shu devor bo'lyapti. Qarang, mana shuncha oltinlar. Devorning go'zalligini bilmadim. Qancha oltin quymalaridan qilingan mana shu devor. Va hozir birortasini oldiga yaqinlashamiz albatta, lekin bu yerda chizib qo'yibdi, mumkin emas deb. Keling, hozir mana shu yerdan ko'ramiz. Mana bu oltinlar
albatta manbadan o'qib chiqdik. İçi gips, lekin usti haqiqiy oltin bilan qoplangan devor. Bilamiz, oltindan tillalarni o'ziga yarasha probalari bor. 750, 583, 585. Lekin dunyodagi eng qimmat shu probali oltin bu 9D oltin hisoblanar ekan. Mana shu oltin devorni ham ko'rdik. Oltin devorning uzunligini men sizlarga aytsam, mana shu yerdan bir shudan turib ko'rsataman. O'zingiz chamalab ko'raverasiz. Va yana bu yerda ozgina mana shu kichkina menimcha likopchamigina yo'q, oltin quyma ekan bu ham. Men hech ketolmay qoldim bu oltinning oldidan. Yaqinroq keldim. Mana boyagi nimada ko'rsatdim-ku tablitsada, mana shu har bitta ustunlik tablitsada har birda yozilgani boyagi ko'rgazmadagi ko'rsatilgan tablitsadagi mos qilingan. Mana hammasini oti bor. Lekin bilasizlarmi deb aytishdi, qo'l bilan tegish mumkin emas. Sababi har safar qo'l teganda oltinning miqdori kamayib borar ekan. Men birinchi marta shu narsani eshitdim bu yerga kelib. Mana bu esa parda deb aytsak ham bo'ladi. Bu pardani mana shu oltin mana orasini ko'ramiz. Oltin iplardan yaqinlashtirib qilingan. Va kelinglar ko'ramiz buni kim qilganini. Mana inson kim qilgani mana shu yerda yozilgan. Olga de Amaral ekan. Kolumbiya 1932-yilda qilingan ekan. Mana shu parda desak bo'ladi yoki bir nima desak bo'ladi, devorga osiladigan narsa, lekin oltindan o'rtoqlar, mana oltin. Sizga nima deysizlar endi? Oltindan kelib soya tushirishkili, oltindan bo'lgan dasturxon. Ya'ni oltin iplardan mato qilinib, shu matodan olingan dasturxon va shunga mos boshga kiyadigan qalpoq desak ham bo'ladi. Bu qalpoqni bizni o'zimizda ham kiyilgan edi. Menimcha bo'lsa hozir ham kiyiladi. Albatta, hozir men aytaman kimligini. 1971-yil Gavanin Caravaggio tomonidan qilingan ekan. To'g'ri, Gavanin dasturxon va shapka. Ya'ni qalpoq. Yerda aytdim, bu yerdagi qo'yilgan eksponatlardagi kiyimlarda siz hozirgi davrga mos kiyimlarni, zamonaviy kiyimlarni albatta va trend bo'lgan kiyimlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kelinglar birgalikda ko'ramiz kim qilganini. Bu Anna Sulakan 1955-yil. Bu ham mana shu dizayner tomonidan qilingan kiyimlar, oltin qo'llangan va shu inson mana shu dizaynerning portreti albatta. Va mana shu kiyimga bir qarasizlar. Bu kiyim albatta zamonaviy bo'lgani bilan mana shu oltinlar qo'llangan kiyimlar. Keling yaqinroq, hozir hech kim yo'q. Olsam bo'ladi yaqinroq, menimcha yaqinroq. Mana shunday va buni ham hozir ko'ramiz. Mana shu Anna Sul tomonidan qilingan dizayner, modeler tomonidan qilingan ko'ylak 1955-yilda. Bu ko'ylaklar Maria Mulfaden tomonidan 1935-yilda qilingan ekan. Qarang, 35-yilda ham mana shu matolarning hammasida oltin qo'llangan. Belvoqni qarang. Belvoq sof oltindan. Va mana bu kiyimni ham ba'zi bir elementlarini oltindan deb aytishdi. Hattoki mana oralariga oltin qo'shib to'qilgan mato. Albatta bu matolar bilasizmi, qo'liga tushgandan keyin haqiqiy insonlar, tikuvchilar, ya'ni ertakni yaratuvchi insonlar qo'liga tushgandan keyin mana shunaqa bir chiroyli go'zallikka aylanar ekan. Bu esa mana shu ro'mol deb aytsak ham bo'ladi yoki bilmadim, endi ro'molga ham bilmadim, bo'lmasa kerak, balkim dasturxonchaga o'xshagan narsadir. Va mana shu ham oltin bilan, toza ipak bilan, toza oltin bilan qilingan. Mana ko'ramiz hozir. Ba'zi joylari bizni ham o'zbek ornamentidagi elementlarga o'xshar ekan. Va mana bu taqinchoqlarni ko'rishga keldik. Belvoq hamisha
ayollarimizni belida, ya'ni ko'p millatlarni ko'rsak, bizni o'zimizni to'maris, Ozarbayjon ayollari, turkman ayollari, turk, arab barcha ayollarda mana shu belbog' bo'lgan, belbog' taqish juda ham chiroyli udumga kirgan. Buni bir marta ko'rib chiqamiz va mana shu yerdan buni qilganmiz 1954-yil Patrik Kelly degan dizayner tomonidan qilingan ekan. Mana bu yerga ham keldik. Mana bular ham belbog', albatta belbog'lar va bu ham ko'ramiz. Mana Glanfranco Ferre 44-yilda yashab o'tgan inson, mana shu inson tarafidan qilingan. Va qani bu yerga ham kelaylikchi, bu yerda nima? Voy, mana buni qaranglar. Bu ayollarimiz sevgan sumkachalar degan bo'ladi. Mana shu sumkachalar mana 1950-yil, bucha 1980-yil yangi, lekin mana shu tillalar bilan qilingan bu ham. Biz ichkariga kiramiz yana. 1975-yil Claudio Kino degan mana inson modellar tarafidan qilingan. Bu ham oltinlar bilan yaqinlashtiramiz. Mana bunday qilib, oltin belbog'lar va oltin jaketni elementlari mana yaqinroq borsak oltindan qilingan. Jaket bilan ko'ylak. Nega mashina o'qtini ko'rsatmayman-da, o'zini ozgina ko'rsataman, chunki muzeyda shunaqa narsani ko'rish ajoyib. Mana qarang, eski latta pittalar hammasi. Lekin mana shu hozir ko'rsatgan insonim mana shu Venerani sotib olgan ekan. Men tepa qismini ko'rsatyapman faqat va uyga olib kelib qo'ygandan keyin shu eski tuski o'zini kiyim boshlarini ichiga tiqqan va unda shu kompozitsiya hosil bo'lgan ekan. Endi qaranglar, shunaqa bir chiroyli muzeyda bilmadim, endi bu ham san'at asari deb aytishyapti. Mana shu eski tuski lattalarning ichida mana shunaqa bir Venerani qo'yib bir kompozitsiya yaratgan. Yana bir insonni ko'rsatyapman. El Antasio 44-yilda yashagan ekan va u mana shu butun boshli devorga kelinglar, mana shu chetdan yaqinroqdan ko'ramiz. Mana shunday olib boramiz. Nimaligini keyin aytaman sizlarga. Buni nimaligini endi uzoqdan ko'ramiz. Mana butun boshli mana shu devorga bilasizlarmi nimadan qilingan? Butilka qopqoqlaridan. Butilka qopqoqlaridan mana shunaqa mato yasalgan. Taxminan 6 metr, 7 metr atrofidagi mato deb aytsak ham bo'ladi. Nimagadir ishlatilsa kerak balkim. Mana shu qaranglar, ip bilan har bitta bo'limi mana shunaqa qilib chiqilgan. Robert Rivning degan odam 1992-yil mana shu eksponatni qilgan odam, ya'ni dunyoning ko'p chekkalariga borgan ekan sayohatga va sayohat davomida har xil toshlarni yig'ib, mana shu toshlarni qarang, tillalar bilan qanaqadir jipslashtirib eksponat yaratgan, lekin bularning orasida ham oltinlar bor. Aytgandek, bu yerda turli millat vakillarining kiyimlarini bor deb aytdim, o'z davriga, o'sha davriga moslab qilingan. Mana bu Xitoy. Buni yaqindan olamiz. Har bitta nimalari, elementlarini qaranglar. Xitoy o'zini o'sha davrdagi kiyimi. Bu ham tarkibida o'sha tilla iplar bilan tikilgan kiyim. Mana bu esa Yaponiyaning kimonolari, yapon xalqining kimonosi. Bu kimonoda turli o'sha o'zini davriga qarang, e'tibor beramiz. Qushlar, havo, ya'ni tabiat, hammasi manzarasi keltirilgan, lekin bular ham mana shu tilla iplar bilan qilingan kimono. Va bu yerda mana shu Xitoy xalqiga o'ziga ishlatiladigan bularning kiyimlari, aksessuarlari, nimchalari. Va mana shu yerda bir butilka ham bor ekan. Idish deymizmi, lekin bu ichimlik bo'lgan bilaman, mana tilladan qilingan ekan. Ya'ni idish tilladan qilingan.
Bu esa Slavyan xalqlarining kiyimlari bilan qilingan. Stulchaga e'tibor beramiz. Bu Georgiy Chapchitagdan qilingan stulcha 1975-yilda qilingan ekan. Oyoqchalari tilladan va o'rindiq tilladan qilingan. Mana shu o'rindiq tilla. Zalga kirdik. Bu yerda mana qaranglar, so'ri o'tirilgan so'ri tilladan. Mana shu kiyimlar bular menimcha kechqurun kiyiladigan kiyimlar bo'lsa kerak va so'riga ham e'tibor beramiz. Kelinglar kim qilganini ko'ramiz. Christian Dior ekan va otlarini sekin-sekin sizlarga ko'rsatib ketyapman. Bu kiyimlar Christian Dior ekan. Har doim trendda bo'lgan kiyimlar juda ham chiroyli, qora va tilla rangda. Esa aytishlari bo'yicha dunyoda faqat ikkitagina mana shunaqa pianino bor ekan, ya'ni tilla plastinka qo'yilgan pianino. Va bu pianinoni hozir mana shunday ko'rsataman tezgina. Edmond degan inson 79-73-yillar qilingan pianino va bu pianinodan dunyo bo'yicha faqat ikkitagina deb aytishdi. Mana shu kiyimlarga ham mana e'tibor berasizlar. Jennifer Lay ekan. Qarang, qanaqa chiroyli kamzul, tilla iplar bilan qilingan kamzul. Va biz bu zalga kirdik. Albatta bu zalda ham mana shu taqinchoqlarga e'tibor beramiz. Go'zal kiyimlar, barchasi mana shu oltinlar bilan qilingan. Mana shu paltolarga ham kelinglar. Christian Dior. Albatta Christian Dior paltolar tilla iplar bilan qilingan. Bu esa Hind sarilari. Dunyoda eng ko'p tilladan foydalanadigan xalq hindlar ekan. Ular to'y qilayotganda qizlarga kamida 1,5 kilolik tilla buyumlari berishlari shart ekan. Va bu mana shu sarilar ham biz ko'pincha toshlar bilan bezatilgan deb aytamiz, lekin bular oddiy tosh emas, tilla bilan qilingan. Mana shu kelinglar. Bu ham Christian Diorniki. Hatto oyoqlaridagi bosinoshkalari ham tilladan. Mana shunday. Biz mana bu cho'ponlarga e'tibor bering. Qanday chiroyli cho'ponlar. Bu aytdim-ku, bu muzeyga biz keldik. Asosiy ko'rsatilgan mana shu tilla bilan qilingan. Bu muzeyda, bugungi muzeyda mana shu ko'rsatilayotgan kiyimlar barchasi san'at asari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu kechqurunga kiyiladigan kiyimlar, albatta hattoki kelin kiyimlari biz parcha deb aytardik. Mana shu parchaning iplari ham tilladan ekan va oyoq kiyim ham shunday qilib juda ham go'zal, chiroyli, go'zallik. Va biz yana hozir mana shu panoni ham bir ko'ramiz. Panoni ham tilladan deb aytishdi. Yaqin boramiz oldiga. Kattagina pano, ramka ichiga olingan, tilla iplardan qilib material qilingan. Musiqa chalinyapti, bilmadim, balkim musiqani keyin olib tashlab ko'rsatarman. Ko'ramiz kimniki bu ekan. Mana shu insonning 44-yil yashab 2007-yil vafot etgan ekanlar. Qaranglar. Mana bu kurtkani menimcha hamma joyda gapirishadi. Mana. Va bu kurtkani aytishdiki, xuddi matoga o'xshaydi deb aytishdi, lekin ozgina yaqinlashtiramiz. Mana ko'rindi sizlarga ham mana shunaqa kurtka. Juda ham go'zal kurtkalar va albatta bu yerda mana shu aksesuarlar, ya'ni kiyimlarga kerakli bo'lgan aksesuarlar. Bu gafreni qaranglar, tillaligini.
Roberta Bun tilla va mana bo'yinga taqadigan tilla uziga ziragi. Bilasizlarmi, kiyimlar shu darajada ko'p. Men menimcha ozgina gapirmasdan tezgina ko'rsatib ketaman. Boyga aytdim, yana qaytarmoqchiman. Barchasi tilla iplar bilan qilingan. Qarang, voy, ko'ylakni qaranglar. Buncha bunisiga nima deysizlar? Mana bu ko'ylak juda ham chiroyli ekan, juda buni bilmadim qanday qilib. Bu orqadagi banti va mana buni ixtirochisi. Yaqinroqdan ko'rsataman sizlarga, yaqinroq mana. Ham kirib o'tamiz, bu oxirgi zal menimcha. Va bu yerda mana shu o'rtaga qo'yilgan aytishdi, kichkina haykalchaning og'irligi 48 kilogramm deb aytishdi. Men keyin bunchalik yana bir manbalardan ko'rib boqaman va bu o'zi nima desa ekan, juda ham high-tech usulidagi bo'lim ekan. Shunday aylanib chiqamiz. Bu yerda dam olish, bu o'sha o'zini davriga mos, o'sha paytdagi nima deydi, shirma bo'lardi. Xitoy, Yapon shirmalari. Bu oxirgi zalimiz ekan va biz hozir bu yerdan chiqamiz. Qizil tilla deb aytdim-ku, mana shu qizil tilladan ko'ylak. Muzeydan endi chiqib ketyapman, chunki men bir o'zim yolg'iz kelmaganman. Bu yerda dugonalarimni ham olib kelganman, shuning uchun qisqagina bo'lsa ham hozir mana shu muzeydan sizlarga ozgina bo'lsam oltin devor, xayr, oltin devor. Mana shu yerdan ko'rsatganim uchun o'zimni juda baxtli hisoblayman va bu muzey o'zi 2014-yil, to'g'ri aytdim, 2014-yil bo'lgan fevral oyida. Yo'q, adashdim, 2024 fevral oyida ochilgan. Ya'ni shu muzeyning 200 yiliga bag'ishlantirib, nimanidir bir chiroyli qilib ko'rsatmoqchi bo'lishgan va ular mana shu oltin ko'rgazmani tashkil qilishgan. O'ylayman juda ham qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu hozir men boshqa bo'limga o'tib ketmaslikka harakat qilishim kerak va mana shu yerdan hozir tashqariga chiqamiz va mana shu yerdagi yashovchi Nyu-Yorkda yashovchi do'stlarimiz bor, dugonalarimiz bor. Hozir mana shu ko'rgazma bo'lyapti. Albatta kelinglar. Nima desa ekan, go'zallikni ko'rish, tomosha qilish bu albatta kishiga quvonch, bir yana ham yaxshi kayfiyat inom etadi. Go'zallikni tomosha qilishdan charchamaylik. Bu video esa uzoqdagi yurtdoshlarimiz uchun qilingan video. Bu yerdagilar ham ko'rsa men juda xursand bo'lardim va shu yerdan turib barchaga xayr deb qolaman. Hozir pastga tushishimiz kerak. Bosamiz. Shunday. Men o'zimga qaratdim va mana shu yerdan turib barchangizga xayr deb qolaman. Ko'rishguncha salomat bo'linglar va bundan keyin yana ham chiroyli bir videolarni qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Xayr.